Oldingi videoda biz aynan antigen va antitana, ya'ni inglizchada antibody o'rtasidagi o'zaro ta'sir tushunchasiga kirish qilgan edik. Endi biz siz bilan bu videoda ushbu tushunchani batafsil ko'rib chiqamiz. Bu o'zaro ta'sir qanday sodir bo'ladi? Javob aynan antitanachaning tuzilishida yashiringan. Antitanachalar, ya'ni immunoglobulinlar qisqartmasi Ig bilan belgilanadi. Ular Y shakliga ega bo'lgan oqsil molekulalari bo'lib, turli peptid zanjirlaridan tashkil topgan. Bu yerda odatiy antitanachaning to'liq tuzilishini ko'rishingiz mumkin. Mana Y shakl degani ham yaqqol mana ko'rinib turibdi. Antitanacha tuzilishi odatda ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Doimiy konstant qism va o'zgaruvchan variable qismlarga bo'lib o'rganiladi. Nomidan ko'rinib turibdiki, doimiy qism barcha antitanachalarda bir xil bo'ladi. Boshqa tomondan o'zgaruvchan qism esa zaruratga qarab o'zgaradi. Ya'ni doimiy qism bir xil bo'ladi. Hammasida antitanachalarda o'zgaruvchan qism vaziyatga qarab o'zgaradi. Zarurat, ya'ni vaziyat nima? Albatta antigenning tuzilishiga bog'liq. Antigen qanday shaklda bo'lsa, unga mos keladigan bog'lanish joyi hosil bo'ladi. Tabiiyki, antigen bilan bog'lanish joyi aynan o'zgaruvchan qismda joylashgan. Bu doimiy va o'zgaruvchan qismlar ichida yana ko'plab murakkab tuzilmalar mavjud. Lekin hozircha ularni keyingi bosqichlarga qoldiramiz va hozircha siz bilan hozir bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu qismlar birgalikda to'liq antitanachani hosil qilishini bilishimiz kerak. Aniq qilib aytganda, insonlarda turli xil antitanachalar mavjud, ya'ni IgM, IgG, IgA, IgD, IgY ko'rishdagi antitanachalar mavjud. Ya'ni bular Ig boya aytganimizdek immunoglobulin so'zini qisqartmasi. Endi hozircha ularning nomlarini bilib olishimiz kifoya va har qanday antitanacha qanday qilib antigen bilan o'zaro ta'sirga kirishini tushunamiz. Antigenlar bu organizmga kirganda immun javobni qo'zg'ata oladigan molekulalar hisoblanadi. Antigen organizmga kirgach, immun hujayralar aynan shu antigenga mos keladigan maxsus antitanachalarni ishlab chiqaradi. Ya'ni agar antigen shunday shaklda bo'lsa, unga mos bog'lanish joyiga ega bo'lgan antitana hosil bo'ladi. Antitana ushbu maxsus antigen bilan uchrashganda u tezda unga bog'lanadi. Mana shu jarayon antigen antitana o'zaro ta'siri deb ataladi. Bunday o'zaro ta'sirlar keyinchalik bir qator reaksiyalarni boshlab beradi va oxir oqibat immun javobni yuzaga keltiradi. Endi tasavvur qiling, bu patogen bo'lib, uni yuzasida antigenlar joylashgan. Immun hujayralar ushbu antigenga mos antitanachalar ishlab chiqaradi va ular o'zaro bog'lanadi. Natijada immun tizim yanada faollashadi. Bu bosqich organizmning infeksiyalarga qarshi kurashda juda muhim hisoblanadi. Endi siz bilan biz ELISA testlari haqida gaplashishimiz kerak. Bu amaliy jihatdan qanday tushunamiz? Laboratoriyada bir necha nom WET testlari mavjud bo'lib, WET deb ham ataladi. Ushbu reaksiyalarni ko'rsatib beradi. Shulardan biri ELISA testi. ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ya'ni bu inglizcha nomlanishi. Bu biokimyoviy test bo'lib, suyuq namuna tarkibidagi ma'lum komponentni sifat va miqdor jihatdan aniqlashga yordam beradi. ELISA odatda 96 quduqli plastinkalarda o'tkaziladi. Mana rasmda ko'rinib turibdi. Jarayon quyidagicha: plastinka tubiga ma'lum antigen joylashtiriladi. Antitanachalarni o'z ichiga olgan namuna qo'shiladi. Bu antitanachalar maxsus fermentlar bilan bog'langan bo'ladi. Ferment bilan bog'langan antitanachalar antigen bilan birikadi. Oxirida substrat qo'shiladi. Ferment substrat bilan reaksiyaga kirishib, rang o'zgarishini hosil qiladi. Rangning qanchalik kuchli bo'lishi aniqlanayotgan moddaning miqdorini ko'rsatadi. Bu usul ELISAning bir turi bo'lib, to'g'ridan to'g'ri ELISA testi deb atalar ekan.
Endi biz siz bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu immunitet. Immunitet biz immunologiya fanni boshidan beri immunitet deb siz bilan gaplashib kelamiz. Immunitetning bir qancha turlari bor. Endi immunitet tushunchasiga o'tamiz. Har bir inson immunitet asosan 2 turga bo'linadi. Tug'ma immunitet va tug'ilgandan boshlab mavjud, nospetsifik tez ishlaydi, nospetsifik va tez ishlaydi. Ikkinchimiz bu orttirilgan immunitet vaqt o'tishi bilan rivojlanadi, hayot davomida shakllanadi, juda aniq. Keyingi videolarda biz sizga bu o'sha ikkita immunitetni ham turlarini yanada batafsilroq ko'rib chiqamiz azizlar. Siz bilan 220-22 guruh talabasi 4-bosqich deb tanishtiray o'zimni. Bahodirova mavjuda bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.